Davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ta'lim tizimini takomillashtirish, xususan maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha ham topshiriqlar bergandi. Namangan viloyati Barkamol avlod bolalar maktablarida ham bunga alohida e'tibor qaratilib, tegishli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Shu kunlarda tumanlarda o'tkazilayotgan Barkamol avlod bolalari festivali nafaqat iqtidorli o'g'il-qizlarni yuzaga chiqaryapti, balki boshqa o'quvchilarni ham to'garaklarga bo'lgan qiziqishlarini oshirmoqda. Festival Uychi tumani Barkamol avlod bolalar maktabida ham bayramona tarzda tashkil etildi. Doira sadolari ostida kutib olingan mehmonlar ko'rgazmalarni ko'zdan kechirib, turli yo'nalishlardagi to'garak a'zolari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Mazkur tanlovning tuman bosqichida ijodkor o'quvchilar jahon va milliy raqs, robototexnika, munchoqli bezak, landshaft dizayn, mental arifmetika, ingliz tili, shaxmat yo'nalishlari bo'yicha o'z iqtidorlarini namoyish etishdi. O'g'il-qizlarning mehnat mahsuli bo'lgan gullar, o'yinchoqlar, kulolchilik namunalari, landshaft dizayn turli xil innovatsion qurilmalar ularning izlanuvchan va tirishqoqligidan darak beradi. Asosiy maqsadimiz o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni kasbga, hunariga, til o'rganishga yo'naltirish. O'ylaymanki, kelajakda bu maktabimiz yana ham safi kengayib boradi. O'quvchilarimiz kelajakda el yurtimizga xizmat qiladigan va kasbli, hunarli kadr bo'lib yetishadi degan umiddaman. Aytish joiz, mazkur maktabda bugungi kunda 7 ta yo'nalishda 47 ta to'garaklarda 1800 nafar o'g'il-qizlar qamrab olingan. Bolajonlarning qiziqishini vaqtida payqash va farzandlarni o'z vaqtida unga yo'naltirish juda muhimdir. Bunda Barkamol avlod bolalar maktabi eng yaxshi tanlovlardan biridir. Men 2 yildan buyon mental arifmetikaga qatnayman. Mental arifmetikada O'zbekiston chempioni bo'ldim va Dubay shahrida birinchi o'rinni egalladim. Mental arifmetikasi juda ham qiziqarli. Bu yerda abakusda va xayolda misollar ishlaymiz. Aqlni charxlaydi, matematikani yaxshi o'rgatadi. Menga Barkamol avlod bolalar maktabi yoqadi. Davlatimiz tomonidan maktabdan tashqari ta'limni takomillashtirishga qaratilgan bu sa'y-harakatlar tufayli bugun Uchqo'rg'on tumanida ham maqtovga loyiq muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Festival ishtirokchilarining bugungi sa'y-harakatlari fikrimiz dalilidir. Hakamlar hayoti uchun iqtidorlar ichidan g'oliblarni saralash oson kechmadi. Nihoyat 7 xil yo'nalish bo'yicha faxrli o'rinlarni egallagan iste'dodli o'quvchilar aniqlandi. Men Abduxalilov Abdulla 23-sonli maktabning 9-sinf o'quvchisiman. Men Barkamol avlod bolalar to'garagini ingliz tili to'garagiga qatnashaman. Hamda bu menga juda ham katta foyda berdi. Undan tashqari bugungi bo'lib o'tayotgan festivalda meni raqiblarim juda ham kuchli edi va men bular ichida birinchi o'rinni oldim. Viloyat va respublikada ham birinchi o'rinni qo'lga kiritishga harakat qilaman va men bunda o'zimga ishonaman. Festivalning tuman bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi katta tantanaga aylandi. Unda ona vatani tarannum etuvchi qo'shiqlar, jozibali raqslar ijro etildi. Ijodkor yoshlar Barkamol avlod bolalar maktabida yanada sayqal topgan qobiliyatlarini namoyish qildilar. Faol ishtirok etgan va faxrli o'rinlarni egallagan iqtidorli o'quvchilar va to'garak rahbarlari tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlanib, viloyat bosqichiga yo'llanma oldilar. Bu kabi tadbirlar o'quvchilarni moddiy va ma'naviy jihatdan rag'batlantirib, o'zlariga bo'lgan ishonchni yanada orttirishi bilan ahamiyatlidir.